Bugun ish jarayonimizda Labo mashinasini olib qolganmiz. Bu akamiz o'zimizning klienti, bir 5-mi 6-chi mashinasini olib kelyapti. Ko'ryapsizlar, bunda ham ichida ko'rsatib turadigan datchili. Reduktorimizda Xitoy yaxshisi, o'sha zavodskiy bo'ladi. Montajni ko'ryapsizlar, idealniy. Mashinamiz yangi ekan, salondan olib chiqdi akalar. Bu mashinamizga ham 65 talik metan joylashtirib beramiz. Bilasizlar, Laboda bak turadi orqada. Bu bakni o'rtaga ko'chirib, orqaga gaz balon qo'yishimiz kerak. Eng muhimi, boshqa joyga borsanglar, sizlarni bakinglarni ko'chirib kelinglar, jo'natish mumkin. Shu xizmat bizda mavjud. Kelsanglar, o'zimiz bakni chiroyli o'rtaga surib, o'rniga gaz balonni cho'tkib qo'yib beramiz. Ishinglar bitta joyda bitadi, akalar. Gaz balon o'zi bilasizlar, hamma xizmatlarni shu yerda mavjud qilib qo'yganmiz. Kelsanglar, chiroyli qilib, ustunovkalarni, original zapchastlarni qo'yib beramiz. Bu videoni Labochi akalarga jo'natib qo'yasizlar, ularni ham kutib qolamiz, kelsa chiroyli qo'yib beramiz. Videoga like bosishni unutmanglar, hammanglarni kutib qolamiz. Rahmat.